Evet, assalomu alaykum yana bir bor. Tak ko'piltimiz tayyor bo'lgan. Nexia bir juda ham akkuratniy haydaladigan mashina. O'tgan yil ham tozalab berdim. Tak. Buni problemasi по мелочам. Sideniya hammasi полностью bo'ladi. Sideniyada ishi bor. Ammo qovurg'asidan orqasini aniq ko'tarib berish kerak. Anaqasi yo'q bunda. Belni ko'taradigan plastmassasi yo'q. O'shani bu narsa qilib bering deyishdi. Keyin bunda suv oqyapti. O'shani ko'rish kerak. Konditsioner tegidagi lodochkasini ochish kerak. U uchun mana shu tumba yechiladi. O'shani ham ko'rib bering deyishdi. Mana bu gubka yenga qo'yasiz işte. Oldiga chexol, faqat oldiga chexol. Bunaqa chexol qo'yiladi. Основном mana bu lodochkani yechib ko'rish kerak. Suv tashqariga chiqmayapti deyishyapti, ichkariga otyapti deyishyapti. Ko'ramiz, xizmatlar bo'lsa aloqadamiz. Salomat bo'linglar.